Hamma Shimoliy Koreya davlatida kirish ham chiqish ham mumkin emasligini biladi. Ammo yon qo'shnimiz Turkmaniston davlatida ham aynan shunday qonunlar mavjud. Davlat prezidenti 2012-yilda davlatdan chiqib ketishni taqiqlagan, ammo bu hali boshlanishi. U shuningdek har qanday qora mashinani taqiqlagan va ularning barchasini bir kechada oq rangga bo'yashni buyurgan. Aholining aksariyati tashqi dunyodan ajratilgan. Ularda internetga kira olish imkoniyati yo'q. Ularga uyda it boqish yoki soqol qo'yish ham mumkin emas. Cho'l o'rtasida esa do'zax darvozasi deb nomlanuvchi ulkan yonayotgan krater mavjud bo'lib, u 10 yillardan beri yonib turibdi. Ammo u shunchaki ochiq holatda qoldirilgan. Poytaxt Ashxobodda ko'chalar bo'ylab marmardan qurilgan binolar joylashgan bo'lib, u dunyodagi eng ko'p oq marmar binolarga ega shahar sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Bu toshlar Italiyadan keltirilgan va milliardlab dollarga tushgan, ammo tashqariga chiqsangiz ko'chalar huvillab yotibdi. Chunki ommaviy yig'ilishlar taqiqlangan va norozilik namoyishlari mavjud emas. Foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Hamma Shimoliy Koreya davlatida kirish ham chiqish ham mumkin emasligini biladi. Ammo yon qo'shnimiz Turkmaniston davlatida ham aynan shunday qonunlar mavjud. Davlat prezidenti 2012-yilda davlatdan chiqib ketishni taqiqlagan, ammo bu hali boshlanishi. U shuningdek har qanday qora mashinani taqiqlagan va ularning barchasini bir kechada oq rangga bo'yashni buyurgan. Aholining aksariyati tashqi dunyodan ajratilgan. Ularda internetga kira olish imkoniyati yo'q. Ularga uyda it boqish yoki soqol qo'yish ham mumkin emas. Cho'l o'rtasida esa do'zax darvozasi deb nomlanuvchi ulkan yonayotgan krater mavjud bo'lib, u 10 yillardan beri yonib turibdi. Ammo u shunchaki ochiq holatda qoldirilgan. Poytaxt Ashxobodda ko'chalar bo'ylab marmardan qurilgan binolar joylashgan bo'lib, u dunyodagi eng ko'p oq marmar binolarga ega shahar sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Bu toshlar Italiyadan keltirilgan va milliardlab dollarga tushgan, ammo tashqariga chiqsangiz ko'chalar huvillab yotibdi. Chunki ommaviy yig'ilishlar taqiqlangan va norozilik namoyishlari mavjud emas. Foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying.